أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال: باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة القرآن وسورة من القرآن، وكان أحيانا يقرأ بالسورتين والثلاث في صلاة الفريضة في الركعة الواحدة، ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة قال سورة. Mavamda bir rekette farz namazlarının bir reketinde bir qancha surani Fatiha qilib o'qish masalasi. İbn Umar radhiyallohu anhu 4 rekatlik farz namazlarda Fatiha bilan bir surani qilib o'qiydi deydi. Har bir rekatida. Yani 3-4 rekatdimi? Ba'zida farz namazdan bir rekatiga Fatihaga 2 yo 3 surani o'qib o'tdi. Albatta bunda 2 surani o'qib o'tishni joizdir. Mag'ribning dastlab 2 rekatida Fatihaga 2 sura qilib o'qiydi. Shu va sura degani 2 sura qilib o'qiydi. Yoki Fatihaga 1 sura, yana bir rekatda Fatihaga 1 sura. قال محمد: السنة أن يقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وإن لم تقرأ فيهما أجزاءك، وإن سبحت فيهما أجزاءك، وهو قول أبي حنيفة. مش السنة ديجنا واجبنا وزيادغان أطلما. السنة ديجنا يعني نماز okuş kaidesi yolu hadis kayan boyunca onda demekçi. أن يقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة. Farzdan oldingi 2 rekatda Fatiha bilan bir sura qilib o'qish shu sunnat. Agar bir sura qilib o'qish yo bir qancha sura qilib o'qish desak, u chog'da ya'ni sunnat degan so'z biz istiloh qilgan vojib sunnat degan sunnat bo'ldi. Mustahab sunnat degan ma'no. Yani 2 surani qilib o'qish emas, bir surani qilib o'qish sunnat demakchi. Bo'lmasa farz namozning 1-2 rekatda Fatiha bilan sura o'qish vojib emas. Nado? Ya'da 1 sura 2 sura qilib o'qish masalasi 1 sura qilish sunnat demakchi. Keyingi 2 rekatda Fatiha bilan o'qiymiz. Albatta keyingi 2 rekatda Fatihani o'qib bo'lgandan keyin sura qilib qolsin mayli. Sura qilib qolsin mayli. Lekin sunnat nima desa sura qilmaslik. Qilib qolsang joiz degan. Va illam taqra fima azzaka. Fatihani o'qima, hech nima o'qimasang, jim tursang, bu mayli. Va in sabbahta fima azzaka, tasbih etsang mayli. Bu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan usul. Yani uchili ish ixtiyoriyan degan. Va bu qavli Abi Hanifa rahimahulloh. Babul jahri bil qira'ati fi salati wa ma yustahabbu min zalika. أخبرنا مالك أخبرني عمي أبو سهيل أن أباه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالقراءة في الصلاة، وأنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم. ما باب قنشلك مقدار أقش مستحب يمسلك سنة كل أقان شغدا قنشلك مقدار لك أقيمس. Abu Suhayl anna abahu degan dadisi İmam Malikning cho'ng dadisi Malik ibn Abi Amir. Annahu kana yasma'u qira'ata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'inda dar Abi Jahm. Abi Jahm bu sahaba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tunni kiyib, uni salommoya nima qamshamay qolgan chog'da mana aprotib Abi Jahmning ambijani yana qilinglar degan. Va shunda to'ni nima tikib sotilgan kishi bo'lishi mumkin. Umar ibn Xattobning qiraati balkim bu kishining uyi
Umar ibn Xattobning uyiga yaqin bo'lsa, kechida o'qigan namozning qiroatini anglagan bo'lishi mumkin. Yoki Masjid-i Nabaviyga yaqin bo'lsa, farz namozlarda Masjid-i Nabaviyda imom bo'lib o'qigan qiroatini anglagan bo'lishi mumkin. قال محمد الجهر بالقراءة في الصلاة فيما يجهر فيه بالقراءة حسن ما لم يجهد الرجل نفسه ondan da ulug o'qiydigan namozlarda ulug o'qish sunnat, hasan degan o'sha sunnat, mustahab degan o'z ichiga oldi. Jamoatlar o'qigan chaqda vojib deyish mumkin. Imomning ulug o'qiydigan namozdan ulug o'qib berishi vojib deyish mumkin. Yalnız çağda mustahab ya sünnet. Lekin ulug o'qiganda kuchab, vaqirab, alqisini ketgan darajada emas, normal darajada o'qish lozim. Oyatimiz dedi-ku: "Va la tajhar bi salatika va la tukhafit biha va btaghi bayna zalika sabila." باب التأمين في الصلاة. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. قال محمد: وبهذا نأخذ ينبغي إذا فرغ الإمام من أم الكتاب أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ولا يجهرون بذلك. فأما أبو حنيفة فقال: يؤمن من خلف الإمام ولا يؤمن الإمام. نماز ترب آمن ديش مسلسة. إذا أمن الإمام فأمنوا deb buyurdi. Jumhurning qarshida mishalik buyruq mandublikni bildirdi, vojiblikni emas. Amin deyishning hukmi mandub. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Uning amin deyishi shu namozga qatnashgan zimindagi farishtalar bo'lsin yoki osmonda turib amin degan farishtalar bo'lsin, shuning amin deyishiga udul kelib qolsa, vaqtda udul kelsa, shu chaqda farishtaning amin deb qolsa, bu chaqda bu kishiningki kichik gunohlari mag'firat qilinib ketadi. Ya'ni ba'zi ulamolar cho'ng gunohlarini mag'firat qilinib ketadi, umumyuzlik mag'firat qilinadi degan. Ba'zilar kichik gunohlar mag'firat qilinadi degan. Imom Abu Hanifa imom amin demaydi, keyingilar amin deydi deb qaragan. Imom Muhammad ashadis bo'yicha imommi jamoatmi amin deydi deb qaragan. Imom Abu Hanifaninki imom amin demaydi degani aniq hadislarga zid kelib qolgan bo'lg'achqa Imom Muhammad bu qarashni olmagan. Lekin endi Imom Abu Hanifa boshqa hadisda qasamtu salata bayni va bayna abdi nisfayn degan hadis bor. Shuning asosan shuni ikki bo'lib ola dollin deb imom bir nima qilsa amin nima deydi. Sami Allohu liman hamida robbana lakal hamd deydi deb bunda bir xil taqsim qilib qo'ygan. Yuqoriga bir necha sura qatish masalasida Imom Muhammad as-Sunnah bir sura qatishdi-ku. Lekin Imom Abu Dawud Sunanda rivoyat qilgan sayyidisda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki har bir rakatda juplab o'qigan suralarini bilaman deb 20 surani sanagan. 20 surani har ikkini juplab chizgan. Nonki ikki surani Fatiha qatib o'qishmi sunnat. Ba'zi ulamolar Allah Taala buni mufassal tushgan ekan, sen mufassal fasl qilsa, har bir rakatda bir sura o'qisa, jig'ib qo'ysa bo'lmaydi degandek unda qarab. باب السهو في الصلاة. أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في الصلاة جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. أخبرنا مالك حدثنا داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأسر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ أقصرت الصلاة
يا رسول الله أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن. فقال يا رسول الله قد كان بعض ذلك. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي عليه من الصلاة ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. Zülyedin degan sahaba qo'li uzun bo'lg'achqa shunda deb atalgan deydigan ulamolar. İsmi Xirbaq, al-Xirbaq. Endi mushu hadisda bayon qilgan mazmunga asosan agar namoz o'quvchi namozim tugab qoldi, namozimni o'qib qoldimmi deb gap qilgan bo'lsa, keyin tanbih berilsa, namozini kagayadan davomlashtirib, saysa qilasi bo'lganligi, qilgan gap namozni buzmaydiganligi dalil bo'ldi. أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى 3 أم 4 فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. Bu hamda shak qilib qolsa, masalan, 3 ni o'qidimmi, 4 rakat o'qidimmi, 3 rakat o'qidimmi, 4 rakat o'qidimmi deb shak qilib qolsa, eng oz miqdorda hisoblab turib, 1 rakat qatimiz, eng oz miqdori 3 rakatda, shundami? Buni qatimiz. Agar 2 rakat o'qidimmi, 3 rakat deb qolsak, 2 rakat hisoblab turib, oyog'ini davomlashtiramiz. Keyin oxirda 2 sajda qilib olsak bo'ldi. Balki biz 1 rakat ortiq o'qigan bo'lishimiz mumkin. yoki dal joyida to'liq qilgan bo'lishimiz mumkin. Bu nimani ko'rsatadi? Shariatda unda ehtiyot degan narsa bor degan ko'rsatadi. Bu ehtiyot hozir. Biz to'dirga to'liq o'qigan bo'lishimiz mumkin, lekin kam qilish ehtimoli bor deb ehtiyotdan bir rakat qilyapti. Fa in kanat ar-rak'atu allati salla khamisatan, 3 rakat o'qish ehtimoli bor deb 4 rakat o'qib bo'lgan bo'lsa-mu, bir rakatni qit o'qsa, mush qit o'qigani 5-rakat bo'lib qolgan bo'lsa, shaffa'aha bihatayn sajdatayn. Ash bir rakatga sajdasidan iborat 2 sajdani qitib tutdi deydi. Hozir bizda 5-bir rakat va uningga qitilgan 2 sajda bor. O'shonlar joyi chiqib ketdi deydi. Wa in kanat rabi'atan fas-sajdatani targhibun lish-shayton. Endi 3 rakat o'qib 3 rakat bo'lishi mumkin deb 1 rakat qatgandan keyin 4 rakat bo'ldimi? Dal joyida bo'ldi. Dal joyida bo'lsa-mu 2 sajdani qilib o'tdi deydi. Nima uchun desa, bu shaytonga zarba berish uchun, shaytonning ishini etishtirish uchun. Sen mening namozimga shak paydo qilib vasvasiga solgan bo'lgandan keyin adovat tutib, namozini joyida o'qiganmisan degan ekan, mana misal deb 2 sajdani qilib o'tib, taxmo zarba o'tib, bunday qilamiz. Agar 5 rakat o'qiganlarda esiga o'tgan qilib bosib o'tmoqlar. Yani 1 rakatdan 6 rakat bo'lsa, bundan sayt qilmoq. 5 rakat o'qib qoldim desmi? Lekin keskinmi yoki shak bormi? Bular 5 rakat 1 rakat qitvasi bo'ldi. İkisini yapılı bula. Bunu ihtiyarda okuduk biz. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن الأعرجي عن ابن بحيلة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس فقام الناس فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. ابن بحيلة رضي الله عنه عبد الله بن مالك صحابة. Anası sel meşhur olacaksa anası mensup olgan. Zadistan ismi Malik. Ve nazarna teslimahu diyen namazını tükettiğimde salam biramiki deb turishimizga kebbara ve secde secdeteyn. أخبرنا مالك أخبرني عفيف بن عمرو بن المسيب السحمي عن عطاء بن يسار قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعبا عن الذي يشك كم صلى 3 أو 4 قال فكلاهما قال فليقم فليصلي ركعة أخرى قائما ثم يسجد سجدتين إذا صلى. عمرو بن العاص وأغلى عبد الله صحابة وكعبا يعني كعب الأحبار تابعي أصل يهودي كان أزرد عمر زمان مسلمان بوغان. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن النسيان قال يتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته.
Yetavakha degan yataharra degan ma'noda. Ya'ni shuni ko'zlab, shuningga diqqat qildi degan ma'noda. Unutib qolgan ahvoldan so'ralgan chaqda Ibn Umar radhiyallohu anhu shunda javob beribdi ekan. Namozdan qanchalik unutib qoldi, shuni bunda bir diqqat qilib hisoblab beqib, shu bo'yicha o'qisin. قال محمد وبهذا نأخذ إذا نال للقيام وتغيرت حاله عن القعود وجب عليه كذلك سجدة السهو وكل سهو وجبت فيه سجدتان من زيادة أو نقصان فسجدة السهو فيه بعد التسليم ومن أدخل عليه الشيطان الشك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإن كان ذلك أول ما لقي تكلم واستقبل صلاته وإن كان يبتلى بذلك كثيرا مضى على أكثر ظنه ورأيه ولم يمضي على اليقين فإنه إن فعل ذلك لم ينجو فيما يرى من السهو الذي يدخل عليه الشيطان وفي ذلك آثار كثيرة. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh dedi ve bihâdâ na'khud. Yuqorqi Ibn Umar'dan rivayetimiz tutmaz. İzâ na'alil qiyâmi ve tagayyarat hâluhu anil qu'ud. Chikirgatdan keyin tashahhud o'tdamaylam. O'tdagan holatdan o'rtugan holatga yiroqlashib ketib qolgan bo'lsa, na'a degan yiroqlashdi. Yiroqlashib, ya'ni o'tirashga yaqin emas, o'rtuganga yaqin bo'lib ketib qolsa, ikki sajda qilishi lozim. Ekanda tashahhud qaytamdi, ma'burga. Ve kullu sahvin vecebe fihi secdeten min ziyadetin ev nuksan. Bu meselede secde meselesinde bazı ulemalar secde bulurken salam bergenliğin keyin secde kıldı dedi. Mesela Muhammed'e okşaş. Bazılar ya salamdan burun dedi. Bazılar ziyade olsa onda, naqs olsa onda da ilgirkinde ayrıqalı var. Çünkü hadisler kıl kelgen boğa çıkan. ومن أدخل عليه الشيطان الشك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى مربع. عند şeytanın vasvası tüpeyilden 3 rekat okudum mu, 4 rekat okudum da şak qilgan kishi birinchi qatam shunda shakka tushib qolgan ahvol bo'lsa, takallama va istaqbala salatahu. Namozdan gap qilib buzitib, yangidan o'qiydi. Agar davomliq mushunda ahvol duch kelgan bo'lsa, mada ala akthari dhannihi va ra'yi. O'zimda mo'lchallab baqib, men shuni o'qandima deb shu bo'yicha ish tutiyurdi. Valam yamda alal yaqin. Bayatdan qadisiga kelgandek eng az miqdorga hisoblab turib ish tutmaydi dedi. Masalan, 3 rekat o'qidimmi, 4 rekat o'qidimmi deb shak qilgan chaqda eng izi bo'lgan 3 rekatni hisoblaydi dedi-ku. Undan o'qilmay, o'zining mo'lchari bo'yicha ish tutdi dedi. O'zim mo'lcharini 4 rekat o'qidim deb o'ylab qolsa bo'ldi. Shundan salom berib ketdi. Ya 3 rekat o'qganda qildim desa, 1 rekatni qatiblam o'qitdi. Fa'inna in fa'ala zalika lam yanju fima yara min as-sahw alladhi yudkhilu alayhi ash-shaytan. Shunda qilgan taqdirdami, o'zini g'olib zannilar ish qilsa, ya'ni saysa qildi dedi. Nima uchun? Oxirgi rekatni bir xil jazmlashtirmay taraddudni o'qidi. Taraddudning sababi shu shaytonning vasvasasi. Undan keyin taraddudni o'qib qolganlikdan va shaytonga zarb berish uchun ikki sajda qilibdi. Va fi zalika atharun kathira. Yuqorqi masalalarda hammasida ko'p hadislar kelgan. قال محمد أخبرنا يحيى بن سعيد أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى بهم في سفر كان معه فيه فصلى سجدتين ثم ناء للقيام فسبح بعض أصحابه فرجع ثم لما قضى صلاته سجد سجدتين لا أدري أقبل التسليم أو بعده. لكن مالسته لقد بسنت örtürüp bulay degan kishi qaytib tashahhud o'tadi, shunami? Tashahhud o'tgan bo'lsa, yana sajda qilibdi. Sallabihim fi safarin kana ma'ahu kana Yahya ma'a Anas. باب العبث بالحصى ثاني أما سينشكر والدك الله ثاني ثاج قصة باب العبث بالحصى في الصلاة وما يكره من تسويته. أخبرنا مالك حدثنا أبو جعفر القارئ قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يسجد سوى الحصى تسوية خفيفة. وقال أبو جعفر كنت يوما أصلي وابن عمر ورائي فالتفت فبدع يده في قفايا فغمزني. العبث faydasız ish qilish, faydasız ish. Namoz turib oyunda ortiqcha harakat qilish masalasi.
hasa taş, şığıl taşlar. Mescitte borsamağanında şığıl taşlar, yani çalmadak binası var olsa, teşahhüt ottağın çağdığında yani tüzlep, silep ottağısı bulmaydı demek ki. Abu Ja'far'ın Al-Qari, bu Qari degan ma'noda emas, Al-Qara degan qabilaga mansub. İbn Umar radhiyallohu anhu secdege baray degan chaqda secde qiladigan o'rindagi unda tosh binasini, shig'il toshini unda bir servetib, uni secde qilgan. Chunki servetmasa tosh peshonasiga ketib azaverdi. Shu zurrat jihatdan tuzib o'tgan. Abu Ja'far ibn Umarning oldida namoz shunda orqaga qarab qoldim deydi. Qarab qolsam Ibn Umar beshimni, yani gardimdan tutib, unda mujib qo'ydi. Bu yoqqa qarasang bo'lmaydi namozda deb tanbihadi demak. أخبرنا مالك أخبرنا مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. Ma'noda bu oxirida sababi isharati munosabatlik ko'rsatib keldi. O'ng olqinni o'ng yo'tisining ustiga qo'ydi dedi. Va qabada asabi'ahu kullaha, butun barmoqlarini yig'ib mushtin tutgandek tutib yo'tisining ustiga qo'ydi. Va ashara bi as'allati talil ibham, bash barmoqning endiki ko'rsatkich barmoqlarida ishorat qildi. Bu bir xil hadisga usul. Ya'ni ba'zi hadislarda chimchiloq barmoq va qeshga namsiz barmoqdan uni yig'ib turib, o'tti barmoq bilan bash barmoqni halq qilib, manda ishorat qilish bor. Bu hamsi sayyidlarga kelgan usullar. قال محمد وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. فأما تسوية الحصى فلا بأس بتسويته مرة واحدة وتركها أفضل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب التشهد في الصلاة. أخبرنا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتشهد فتقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم. أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكية لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو بما بدا له إذا قضى تشهده فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا أراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. قال محمد التشهد الذي ذكر كله حسن وليس
يشبه تشهد عبد الله بن مسعود وعندنا تشهده لأنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه العامة عندنا. Yuqorida tashahhud duosini bayon qilgan hadislarni rivoyat qildi. İbn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qildi, Hazrat Umardan rivoyat qildi, Hazrat Oyshadan rivoyat qildi. Ani Imom Malik rahmatullohi alayh Hazrat Umar tashahhudni xalifa bo'lgan chaqda Masjid Nabaviyda minbarda turib jamoatga o'rgatgan bo'lg'achqa, shu eng afzali deb shu sig'ini tanlagan. İmam Shafi'i rahmatullohi alayh Ibn Abbas radhiyallohu anhu'ninki tashahhud etish usulini tanlagan. İbarelerden ba'zi bir alaylikni ko'z tutib turib. Hanifi mazhabda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan tashahhud etish usulini tanlagan. Shu rivoyatga qarasak, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning tashahhudi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelganligi alayligi bor. Rasulullohdan deb rivoyat qilgan hadis. Boshqalar sahobalardan rivoyat qilgan. Bundan başqa sahihlik darajasi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan rivoyat eng sahih va 6 kitobda lafzan va ma'nan aynan rivoyat qilgan. Buna kam uchraydigan ahvol. Joizlikda hammasi joiz bo'ladi. Lekin afzallik taraf qolsa, Janobiy mazhabninki tanlagan sig'isi eng afzal bo'ladi. 147-hadisda Assalomu alaykum an yaminihi thumma yaruddu ala al-imam. Abdullah ibn Umar imomning keyinda jamoat bilan namoz o'qigan bo'lsa, o'ng tarafiga assalomu alaykum va rahmatulloh deblar, imom so'l tarafida bo'lib qolsa, imomga salom berishni niyat qilib, so'l tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Fa in sallama alayhi ahadun an yasarihi, so'l tarafida bir jamoat o'tgan bo'lib, so'l tarafidagi kishi assalomu alaykum deb o'ng tarafida o'tgan Abdullah ibn Umarga salom bergan bo'lsa, shuningga javob berib salom qilgan shaklda shuni niyat qilib turib, assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Demak bu salom berishda o'xshash hamda, ammo niyatida so'l tarafida imom turgan bo'lsa, so'l tarafga salom bergan chaqda imomga salom berdim deb niyat qilib deydi, yoki endi turgan boshqa jamoatga salom qildim deb bunda niyat qildi demak. Va indana tashahhuduhu degan bizning Hanafi mazhabda afzal deb tanlagan qarashimizda Ibn Mas'udninki tashahhudini tanlaymiz. أخبرنا محل بن محرز الدبي عن شقيق بن سلمة بن وائل الأسدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ذات يوم ثم أقبل علينا فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله عز وجل هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال محمد وكان عبد الله بن مسعود يكره أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف. Nima uchun degan chaqda buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alayda diqqat qilib turib, noyat ko'ngil bo'lib turib, shunday yodlab turib o'rgatgan. Nonki bu Qur'onning oyatidek uni o'zgartirishga bo'lmaydi deb qaraydi. Ammo shu tashahhud duolardan at-tahiyyatu dedi. At-tahiyyat biz ixtiyordimi deb o'tibqo. Buni oyatda cho'ng, yoki buni katta kishilarni, yoki podshohni shuni huzuriga kirgan chaqda qiladigan salomlar, endi cho'ng salomlar, tahiyyat degan. As-salavatni biz 5 vaqt farz namoz bo'lishi mumkin, yoki nafl farz namoz bo'lishi mumkin, duolar bo'lishi mumkin, yoki ibodatlar degan ma'no bo'lishi mumkin dedik. At-tayyibat, olimlar tayyibatni masalan mol-mulk, sadaqa, zakat deb izohlaganlar bor. Lekin umuman nima qilsak, duo talab bo'lsin, namoz bo'lsin, sadaqa, zakat bo'lsin, qilingan ibodatlarning va ulug'lash ashunda madiya sananing hammasi Allohga bo'ladi degan ma'noda. Assalomu alayka ayyuhan nabiy. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyatlarda assalomu alayka deydi. Vafot bo'lgandan keyin assalomu alan nabiy deydigan bo'ldi degandek rivoyat bor. Lekin qanday bo'lsin, Rasululloh oyati bo'lsin yoki vafot bo'lgan bo'lsin, assalomu alayka deb salom qilish shu kuchliq. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyat bo'lsa-mu, boshqa shahardagi sahobalar assalomu alayka deydi. Endi bu assalomu alalloh
degan chaqda sahoba kiramlar bu salomning o'zi, salom degan salomatchilik bo'lsin, masalan, tinch amonlik bo'lsin degandek ma'noda bo'lg'achqa, Allohning o'zining ismidan birisi assalom bo'lg'achqa bu maskanmaydi. Shuni sizlar menda danglarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxmo munosib sig'ini ko'rsatib bergan. Ana va ala ibadillah solihin deb ko'rsatishda sahoba kiramlar yaqinlardan birda sanab assalomu ala fulan, assalomu ala fulan deb başında ji qadamning ismini sanaytdi. Sanagan ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qatim anglab qilib, bunda dejme bunda danglar assalomu alayna va ala ibadillah solihin desanglar, osmondagi farishtalar bo'lsin, zimindagi mo'min bandalar bo'lsin, hammaga tegil bo'ldi deb ixchamlashtirib ko'rsatib bergan. باب السنة في السجود. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال ولقد رأيته في برد شديد وإنه ليخرج كفيه من برنسه حتى يضعهما على الحصى. Burnus qalpaqliq tun, yani şu tunga tutash da qalpaq var. Marrakeshdan ketgan. Qattiq sovuq qilib ketgan chaqlarda Hazrati Ibn Umar radhiyallohu anhu sovuq bo'lsin chidab, yangidan qo'lni chiqarib, olqinni yab qo'ydi dedi. Aslida chiqamizmi shu yangilarni shunday yab qo'ysa, sovuq tuyulmaydi. Lekin Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu chin qattiq tarafini tutgan bo'lg'achqa, bu men Shadaid ibn Umar. To'ngsimo chidab shunda afzal deb qilgan. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه ثم إذا رفع جبهته فليرفع كفيه فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. Qo'lni sajda qildi. Sajda qilgan 7 a'zo bor. Umuman as-suda ala 7 a'rob. 7 a'zo sajda qilishga buyurildi. Ba'zi hadislarda yana chashmo sajda qildi. Sajda qilgan chaqda unda chashni qumlanmalar degandek mazmunda hadis kelgan. Lekin peshanni ya qo'yish bo'lgan ekan, olqonni qo'yish lozim demakchi. قال محمد بهذا نأخذ ينبغي للرجل إذا وضع جبهته ساجدا أن يضع كفيه بحذاء أذنيه ويجمع أصابعه نحو القبلة ولا يفتحهما فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك فأما من أصابه برد يؤذي وجعل يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوب فلا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Şu olqanni sezgi bo'lgan chaqda, shu quloqning udulida qo'ydi deydi. Bak karvanmaymiz, yig'ib turib, quloqning udulida, xuddi quloq qaqqan chaqda quloqning udulini ko'taramiz dedik-ku, o'xshash. Mo'riga qadar ko'taramiz deganlar, balki sezgi qilgan chaqda mo'rining udulida qo'yamiz deyishi mumkin. Endi bu yerda ikki olqanni sovuq bo'lsin, masalan, qiyinchilik bo'lsa, ikki olqanni yab qo'yish masalasida Ibn Umar radhiyallohu anhudan kelgan nimani olmadi. Bak sovuqlab qolsa, kiyimning ustiga qo'ysin bo'ldi. Ya'ni yangidan chiqarmaylar bunda qo'ysin bo'ldi demakchi. Ma iboraga diqqat qilsanglar, va ja'alayhi alal ardi min tahti kisa'in aw thawbin. Shunda qarashda kiyimning ostidan yerga yo'q sablusin degandek ko'rindi. Lekin siyoqidan nima qilsak, kiyim to'svasimi, kiyimning ustidan qo'ysimi yoki bosh tegmasin bo'ldi degan ma'noda. Adatan jaymazda o'qsak shunday bo'ldi-ku, jaymaz to'sab turdi. Babul julusi fi solati. Akhbarana Malikun haddathana Abdullah ibn Dinar. Dinar bo'lish kerak. Abdullah ibn Dinar keladi, to'g'risi. Dinar. Dunyar deb yo'q zaten. دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل تربع وسنى رجله فلما صرف ابن عمر عاب ذلك عليه قال الرجل فإنك تفعله قال إني أشتكي Ya müştahara rejlahu namazda qanda o'tirish haqida hadis. Tarabba'a chaza qurib o'tadi degan bo'ldi. Sana rijlahu sana degan putini unda qatlab yo'tisga chapildi degan ma'noda. Sanin yani atif degan bo'ldi.
İbn Umar radhiyallohu anhu shu kishining shaza qurib o'tganligini ko'rgandan keyin bunda o'tasang bo'lmaydi deb ayblagan chog'da o'zlari shunda o'tirganligi desa, putim og'riydi. Nima o'tirishim og'riqsa o'tag'anda, uzrlik deb bayon qildi. Albatta, shaza qurib o'tirish namozda erlarga joiz emas. Uzr bo'lib qolsa joiz, lekin uzrsiz shaza qurib o'tasiz bo'lmaydi. Lekin ayollar ba'zi rivoyatlarda ayollarning shaza qurib o'tganligi kelgan. Sahaba ayollardan, tabi'inlardan. Onda ixtilof bor shu. أخبرنا مالك حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس. قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني أبي وقال إنها ليست بسنة الصلاة إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أما هو bizim oturuş usulumuz şu. Celsetil iftiraş deyimiz. Yani bir mezhepte şu iftiraş demesini tutkan. Bazı alimler celset tevarruk degan usulni tutgan. Tasniy degan o'sha bizning sol putimizni qatlab turib o'tirmizga shuni demoqchi. Ayoni o'qislar va kana malikun. وكان مالك بن أنس رحمه الله يأخذ بذلك في الركعتين الأوليين فأما في الرابعة فإنه كان يقول يفدي الرجل بإليتيه إلى الأرض ويجعل رجليه على الجانب الأيمن. İmam Malik Celsetil iftirashni dastlabki tashahhudda shunda o'tirdi. Keyingi tashahhudda tavarruk o'tirdi. Shuna qaraganda amaliyotda Shafiy mazhab shunda. Imom Malikdan balki Imom Muhammad rivoyat qilgan usul va yana ikki putini o'ng tarafga chiqarib, sol tarafda yag chaplab o'tirish usuli rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Yufdi yani tekkizudi. Ve keyfe ta'khudunahu ve kad afda ba'dukum ila ba'd. Bi ilyatayhi ila al-ard. İki kassini yerga tekkizdi. Yani putini ustida o'tmay, ikki putini o'ng tarafiga chiqarib turib, sol tarafda yerga chaplab o'tirdi. أخبرنا مالك أخبرني صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة فذكرت ذلك له قال إنما فعلته منذ اشتكيت. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Secde arlıqda ikki putining oq tarafida o'ttas bo'lmaydi. Ikki putining oqida hozirlam qo'yib kelganda buni egizrak o'tirganlar-ku. Shunda o'ttas bo'lmaydi dedi. Yani shu ikki secde arlıqidami tashahhudda o'tgan shaklda o'tiramiz. Aqib degan putining oq tarafi, yoki sunjiqi. Xotin tilida sunjiq deymiz. Qashqarda uning ismi yo'q. Ya. Bosh gap. Yani hadisda naha an aqibati shayton kelgan. Shaytonning o'tirishidek o'tirishdan to'sqanda. O'sha ba'zi yosh bolalar namoz o'qishmagan, kunigan bolalarda ikki arliqda hozir qo'pman degandekda yuzga o'tirdi-ku. O'tiramay qilib qilgandek. Shunda o'tirishni to'sqan. Yejlisu baynahuma bayna sajdatayn kajulusihi fi salatihi yani tashahhudda o'tirgan iftirash holatida demakchi. Babu salatil qa'idi. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. المطلب بن أبي وداعة السهمي والصحابة يصلي في سبحته سبحة ديgan namozini deymiz. Namozga subha deb ishlatishba. Shuna oyatdami masalan vasabbihuhu bukratan va asila desa, aytgan ashun namoz o'qinglar degan mazmunda deb tafsir qilishba. Fa subhanallohi hina tumsuna va hina tusbihun degan shunda. Vasabbih bil ashi val ibkar degan shunda. Bu namozni ko'rsa, namozning asos mazmuni tasbih aytish deb qarab shunda o'tgan bo'lishi mumkin.
nafl namozni o'tirib o'qiganligini ko'rdim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Faqat vafot bo'lishdan ilgari 1 yil burun yashinib qolgan chog'da, ojizlab ketgan chog'da undan shunday o'qigan. Bu odatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kan yusalli hatta yatawarrama qadama. Ama misal yangilarak musulmon bo'lsa, afala akuna abdan shakura deydi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu o'qib kelayotgan amal ibodatini davomli bir xil shaklda kamaytirib o'tmay tutib mashni yoqtirganlikdan burun masalan kechada 8 rakat yo 10 rakat yo 12 rakat namoz o'qigan bo'lsa, yashinib ketgan, ojizlab ketgan chog'da ya'ni shu 12 rakatni saqlab qolish uchun o'rtirib o'qigan bo'lgandan o'tirib o'qigan. Kana amaluhu dima ahabbul a'mal ila Alloh adwamuha wa in qalla va yaqra'u bis surati va yurattiluha. Bir sura o'qib, oldirmay, to'xtalib turib, tartibda o'qiydi. Hatta takuna atwala minha. Odatda uningdan uzunroq suradan oldirmay o'qigan qisqa sura uzunroq o'qiladi demakdir. أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد نصف صلاته وهو قائم. Bu normal ixtiyoriy holatda nafl namozda o'rtirib o'qiganman o'tirib o'qisa ruxsat. Lekin yerim ajr berildi. Nima uchun degan chog'da unda o'rtirib o'qigan chog'da shunga o'ziga yarasha jafasi bor. Yani Alloh taolaning fazli. أخبرنا مالك حدثنا الزهري أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. نالنا وباء bizga vabo tegdi, yuqumliq kasal tegdi. Min wa'kiha shadidun. Wa'k degan qizma, tab kesildek bunda. Hadi sars deymiz qo'ymasdan. Shunda. Mushadisimi shu o'tirib o'qsa yerim ajr berildiganligi bayon qilingan. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس فصلينا جلوسا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فسرع عنه yani etidan jig'ilib tushdi. Fajuhisha shiqquhul ayman. Jig'ilib tushgan chog'da o'ng biqini, o'ng tarafi, ba'zi vaqtda puti degan rivoyatim bor. O'ng tarafi surilib ketdi, zaxmlandi demakchi. Buningda hamda imom o'tirib o'qigan bo'lsa, cho'qim keyingi jamoatlar o'zrisi bo'lmasimi, imomga iqtido qilishdan o'tirib o'qishi lozim, o'rtib o'qisa bo'lmaydi degan rivoyat. قال محمد وبهذا نأخذ degan shu o'tirib o'qish, o'rtirib o'qishning yerimiga barobar degan mazmunni biz tutamiz edi. Ma keyingi mazmun emas. Imom o'tirib o'qisa, keyingi cho'qim o'tirib o'qish kerak degan mazmun emas. Shu yerim ajri bo'ldi degan qarashni tutamiz demakchi. صلاة الرجل قاعدا للتطوع مثل نصف صلاته قائما فأما ما روي في قوله إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين فقد روي ذلك وقد جاء ما قد نسخه. Cumhur ulamalar imom uzrsiva o'tirib o'qigan bo'lsa, keyingilar o'rtirib o'qsin bo'lardi deb qaragan va burunqa shu Rasulullohninki keyingilar o'tirib o'qish kerak deganni mansub qilib ketgan deb tushungan. قال محمد حدثنا بشر حدثنا أحمد أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق سبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الناس لا يؤمن الناس أحد بعد جالسا فأخذ الناس بهذا. أخذ الناس يعني العلماء بهذا. باب الصلاة في الثوب الواحد. أخبرنا مالك أخبرنا بكير بن الأشج عن بصر بن سعيد عن
عبيد الله الخولاني قال كانت ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في الدرع والخمار وليس عليها إزار. Dera degan uzun ko'ylak, ximar degan beshig'i o'gaydigan yog'liq, ro'mol. Yuzi o'gaydigan niqob emas-a? Laysa alayha izar, belining ostiga yopka masalan, shunda yoki ishdan degandek narsa kiymisimi, beshini ro'mol bilan yo'gib olsa, butun badanini uzun ko'ylak bilan yo'gisa, shunga namoz o'qisa bo'ldi dedi. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد قال أولكلكم ثوبان. Shu chog'da turmush shunda qattiq bo'lgan, ba'zi birisininki shunda bir kiyimlar, bir to'nlar, ba'zi taqa undan yo'q shu balning osti bir narsa yo'q bo'lgan, etziriqlar ish qilgan kiyimlar bilan shundan jumaga bordigan. Oyda bo'lg'achqa, masalan, aytamizga chiqay desa, abayisi yo'q ayollar boshqa o'tnilib chiqsin dedi-ku. Shunda avval bo'lg'achqa, avratni o'rgandikan, namoz o'qisa joiz bo'lardi. Degan bir tal kiyimlar kiyib namoz o'qishdan to'sqa hadislar bor. Shuncha zarbining onun bo'lgan masalan, secde qilsa, yangish qilsa, yaqsi o'chqiyaldan avrat ko'rinib qoldigan, bunda bir ahvol bo'lg'achqa, bir tal kiyim bilan o'qimanglar deyilgan. Lekin obdan avrat o'rgaydigan, isil qilmaydigan bo'lsa, bir kiyim bilan o'qisa bo'ladi. Ayollar vatan bir kiyim bilan badanni o'rgaysa, ro'mol lozim bo'lg'achqa, ro'mol bilan ish qilib bo'ladi. أخبرنا مالك أخبرنا موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم آني ابنة أبي طالب أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا بثوب. Aqil va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir navisi Hazrat Alining qarindishi. Ummahani shunda Ummahanining ismini ba'zi ulamolar Faxita deydi. Amal Fath hijratning 8-yili bir parcha kiyimga o'rnib turib 8 rakat namoz o'qigan. 8 rakat namoz o'qigan. Shu chashga vaqt edi. Ba'zi ulamolar 8 rakatni chashga namozi deb qo'yadi. أخبرنا مالك أخبرني أبو النضر أن أبا مرة مولى عقيل أخبره أنه سمع أم هاني ابنة أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب. قالت فسلمت وذلك زحا. قالت يعني أم هاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقلت أنا أم هاني ابنة أبي طالب. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا. زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. Shunda za'ama ibn ummi dedi. Yani qirindishim demakchi, lekin ranjib qolgan bo'lg'achqa ismini atamay, shunda ibora bilan ifodaldi. Masalan, Hazrat Musa alayhisalomlarning qissasidir-ku. Yabna umma la ta'khuz bi lahyati jinama annahu qatilun rajulan ajartuhu. Bu ijara, bu xuddi amonlik qilish, siyosiy panolik qilish degandek burunqi jahiliyatim va qoida. Islom kelgandan keyin buni e'tirof qilgan. Shunga hadisda al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum. Yani musulmonlardan birisi ayol kishi bo'lsin, qul bo'lsin, yoki bechora bir odam bo'lsin, namrat bo'lsin, birisi kofirlardan birisiga urush oldida kofirlardan bir kishiga amonlik berdim deb panolik bersa, shu butun musulmonlar uni e'tirof qilgan amonlik hisoblanadi. Manda Fulan ibn Hubayra, bu Hubayrning avlodidan bir kishi endi, ismini atamadi. Qo'shin Makkaga kirgan chaqda Amal Fath shulda azroq bir to'qinishib urushib baqqan birisi. Keyin undan
Kaçıp kirib olgan chaqda ummani uning bir tuqqanchilik bo'lg'achqa, qudbachilik bir munosabat bo'lg'achqa panolik bergan. Panolik bersimi Hazrati Ali buni o'ttiribdan deb turgan. Ankan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishi kelib shikoyat qilib keldi. Qarindishim Ali, men panolik bergan, amonlik bergan birisini o'ttirman deb turib oldi desa, sizning bergan amonligingiz kuchga ega degan Rasululloh. أخبرنا مالك أخبرني محمد بن زيد التيمي عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهر قدميها. يغيب olsa mabni majhul bo'ldi. O'chaqda zahri bo'lish kerak edi. Bu hamda namozda nanani yo'gab turgan kiyim bilan o'qiydi degan masala ayol kishi beshi ro'mol otadi. Albatta yuzi ochiq, uzun ko'nglak kiyib oladi. Shu uzun ko'nglak putining dumbusini yo'gab turadigan bo'lsa, uzun ko'nglak bilan bir ro'mol bilan namoz o'qishni bo'ladi. Bu shundan ayol kishining putining avrat emasligi masalasida qarasak, avrat degan mazmun chiqadi shu rivoyatda. Lekin olimlar bunda ixtiloflashgan. Avratmi, avrat emasmi deb. Boshqa dalillardan avrat emas degan mazmunni chiqadi. Shu Hanifi mazhabida ikki xil qarash bor. قال محمد وبهذا كله نأخذ فإذا صلى الرجل في ثوب واحد توشح به توشحا جازا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Her kişi bir parça rahmetli yögünüp lan namaz okusa buludu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amel fathı bir kimge yögünüp namaz okugan. Teveşşaha bihi teveşşuhan caze. Bir parça kiyimde lan mesela denizden çıkan ya gölden su içip çıkan adam bundan bugüne koltukta yög oldu o. Bunda yögünüp okusu bulmaydı. Bir tarafını bir koltuktan bir tarafını boyundan çıkarıp boyundan çigi varsa boyunu bir esi varsa kiyimine uçağda andım bulundu o değil. Bir uçağınsa bunda yögü ağanın kiyem keyin aralıkta secde rükû kılman diyen çağda şart küçük bitip bunda oldu Allah'ın katı değil. Degan vishah degan bo'yni ostidan majan masalan gulobga degandek narsa bo'yalliq qilib chigib olsa demakchi. Muvashshah desanlar Andalusda ijod qilgan bir aruz vazni bo'ldi. Qo'shiq. Muvashshahat deymiz. Babu salatil layli. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة بالليل؟ قال مثنى فإذا خشي أحدكم أن يصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. Kişilik namazını, tahajjud namazlarını qanday tariqada o'qish haqida kelgan hadis. İbn Umar radhiyallohu anhu mushu hadisni rivoyat qildi. Kechlik namozi qanday o'qildi deganda masna dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 2 rakatdan o'qiladi. Fayda xashi ahadukum an yusbiha 2 rakatdan o'qib kelib, yo saat to'g'rilab qo'ygan bo'lsa, bundan 5 minut qolgan jirinshi demasdan. Yoki maznaxunim o'tilib qo'ydi, azan to'layma deb. Shundan qilgan bo'lsa, yoki o'qiyotgan bo'lsa, osmonga shunda qarasa tang atay deb qolgan bo'lsa, o'chada fal yusalli raka vahid, 1 rakat o'qiyasan. 1 rakat o'qiysa, ilgari 2 rakatdan o'qib kelgan namozni taq oxirlashtirib turdi. Ejalu axira salatikum vitran degan ekan, taq oxirlashtirgan bo'ldi. Hani mushundimi ko'rimiz, masalan, kechlik namozni 8 rakat, unda ortiq o'qsam bo'lmaydi degan gap yo'q. 2 rakatdan o'qimagan gap. 20 rakat, 28 rakat, 46 rakat qanday bo'lsin, ya 4 rakat masalan. O'qiyadan o'qib, kelib, oxirida 1 rakat o'qiydi. 1 rakatni, hadisdan qarasak 1 rakatni ayrim o'qiydi degan mazmun chiqishi mumkin. Oxirida 2 rakatga ketib, 3 rakat qiladi degan mazmun chiqishi mumkin. Har ikkisi joiz. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منهن بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 11 rakat o'qiydi. Odatda 11 rakat o'qib, shuni odatlangan. Ba'zi vaqtda 13 rakat, 15 rakat deb bor. Şunun mesela 8 rekatı tahajjud namazı etti. 3 rekat ya 5 rekat ya 7 rekat bu vitr bo'lishi mumkin deydi.
Yutiru minhunna biwahida bir rekat vitr hisobi. Undan keyin bu vitr hisob degani ayrim bir rekat deb tushunsak, oldingi 2 rekatmi vitrdan 2 rekat bo'lishi mumkin. Tahajjud ayrim namozidan 8 rekat desak, shunda chiqadi. Yo'q, 2 rekatdan o'qib kelib, endi o'qiydi. Lekin vitrning o'zini bir tashahhud bilan 9 rekatni bir tashahhud bilan o'qigan ahvol bor. Lekin bu ham ulamolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi kechilik namozda tanlagan son 8, 10 shu atrofda 13 rekat, 15 rekat, 11 rekat deb har xil rivoyat qilingan, shu atrofda deb mo'ljallangan. Lekin bu tanlash zot mushu sizgan siziq buningdan qizil siziqdan atlasang bo'lmaydi degan mazmun chiqmaydi. Qolgancha o'qisa, undan az yoki jiq o'qisa bo'ldi demoqchi. Lekin bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zining tanlashi. Faida faraga minha ay vitrni mo tutib qo'ygandan keyin ittaja ala shiqqil ayman. Odatda biz bamdatning shikirga sunnatini o'qigandan keyin o'ng tarafini besib birdam yetish sunnat deymiz-ku. Marvayatda yo'q, vitrni o'qib qo'ygandan keyin bamdatning shikirga sunnat oraliqida o'ng tarafini besib etdi deb keldi. Farq shu. Albatta shu o'ng tarafini besib birdam yetib o'tish ma zahiriylar yoki ba'zi qarashda vojib deb qarasa, jumhurlar mandub deb qaraydi. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه قال فقام يصلي ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دونهما ثم صلى ركعتين دونهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر. Maalesef la armuqanna dedi Hazreti Zeyd. La armuqanna degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozini bu kechib bir kuzatib chiqay. Ramaqga aslida ko'zdan qaraganlikni bildirdi. Ramaq. Yoki ramaq degan oxirgi tiniqi degan mazmun. Dunyodan kuzatib chiqay, kirib chiqay, ugunib olay degan ma'noda. Fatawassattu atabatahu hujrisinki bo'sog'isini yostiq qilib beshim qo'yib yotdim deydi. Aw fustatahu, fustat chedir. Hujrisdan ya chedirni. Endi bu aw degan mishada shakkum minar ravi. Yuqori ravilardan biraydan Hazrat Imom Malik qadar rivoyat qilgan bo'lsa, unda shak qilgan bo'lishi mumkin. Ana diqqat qilsanglar, rakatayn deb sanasanglar, hammasi nechaga chiqdi? Vitrdan ilgari 10 ga chiqdi. أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. Kechida o'qib kelayotgan bir namoz bor, odatlangan. Yoki vazifa deymiz uni. Har kechaman 2 rekat tahajjud o'qiyman, 10 rekat tahajjud o'qiyman deb o'qib kelayotgan bo'lsa, yaghlibuhu alayha nawmun. Uyqu besib olganlikdan o'qiyolmay qolgan bo'lsa, uyqu besilish mishada 2 ehtimollik bor. Birisi uyg'onayda uyg'onolmay qoldi, uxlab ketdi. Yana birisi uyg'onda o'qiy desa, beshib ketib, mugdab ketib, o'qiyolmadi faqat. Qattiq uyqu kelib ketgan chog'da shunda bo'ldi. U chog'da o'qisa qalaymiqanni o'qib qolaman deb yotdi. Shunda bo'lsa, Alloh taolo yana shu o'qigandek savob berdi. Ajra salatihi va kana nawmuhu alayhi sadaqa. Namoz o'qiganning ajri bordan uning uxligini uningga berilgan ayrim bir hadiya yoki sadaqa hisobida. Uxlab o'zir oldi-ku, rahat oldi. أخبرنا مالك حدثنا داود بن الحسين عن عبد الرحمن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من فاته من حزبه شيء من الليل فقرأه من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته شيء. من حين ولا حين من الدهر يتقول من فاته من حزبه شيء من الليل. Kechida o'zining o'qiydigan vazifasi bor. Har kechasi men bir par o'qiyman, 5 par o'qiyman degan vazifasi bor. Buni al-virdul mu'tad deymiz. Bu namoz bo'lishi mumkin. Masalan, namoz o'qiydigan odam mancha rekat namoz o'qiyman kechida deydi. Yoki mancha par Qur'on o'qiyman deydi. Yoki mancha tasbih, zikr aytaman deyish mumkin.
kechida shuni vazifasini o'tayolmay qoldi. Faqara'ahu min hini tazulu ash-shamsu ila salati dhuhr. Fakaannahu lam yafuthu shay. Mush arliqda o'qib qolsa, xuddi o'qgandeklan bo'ldi, qo'ldan kelmagandek o'qgandek bo'ldi deydi. Ya'ni shu chaqda qazosini qilib olsa, shu kechida o'qiy hisobda deydi. Ana tazulu ash-shams ila salati dhuhr. Zavol ash-shams degan kun tiklashgan nima deymiz? Tiklish bo'lib qayrilgan nima deymiz bu? Lekin shu chaqda unda peshin namozi sizam peshin vaqti kirib qoldi. Bu araliq vaqt qisqa. Shu ba'zi rivoyatlarda mabayna salatul fajr va salatul zuhr deb kelgan. Lekin shu bomdod namozi bilan peshin namozi aralig'ida o'qib olsa, degan shu to'g'ri. Ammo tazulu shams balkamda kun nazboy tiklangandan keyin chashka vaqtini tat peshinga qadar degan mazmun bo'lishi mumkin. أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي في كل ليلة ما شاء الله أن يصليه حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من ما Hazrat Umar'dan kelgan rivoyat qarasangiz yusalli fi kulli laylatin ma sha Allah wa yusalli. Qancha o'qiydi? 8 deb cheklanish yo'q. 10, 20, 50 rakat o'qiydi. Andan tong otishga az qolgan chaqda so'hur vaqti bo'ldi yoki bomdodga yaqinlashay degan chaqda balchaqlarni uyg'otdi. Ahlau degan odatda ayoli deganni bildirdi yoki balchaqlari va bu hadil aya mushayni o'qiydi deydi. Men bolalarni shu chaqda o'qitishda yoki sizlarga ishkirgatma, so'rli vaqtida ishkirga tahajjud o'qilinglar, undan keyin bomda tuldi deb o'qitish mumkin. Yoki istig'for aytayotganlar, istig'for aytgan vaqtda undan keyin bomdan vaqt o'qinglar deb o'qitish mumkin. Oyatda va'mur ahlaka bis-solah. Shunda deb buyurdi shu oyatmi? Vastabir alayha. Bunga chidig'in. Bu oson emas. U bolani chaqda o'qitish shunda chiqatim, g'udirmaya shunda savarchanlik ko'rsatish oson emas. Chidig'in shunga la nas'aluka rizqa. Sendan rizq talab qilmaymiz. Biz sana rizqni berdi Alloh. Wal aqibatu lit-taqwa. Aqibat, ya'ni yaxshi aqibat taqvodorlik nail bo'ldi. Ya'ni taqvodorlikning natijasi jannat bo'ldi. Aqibat deganni ba'zi ulamolar jannatda mutafsir qilgan. أخبرنا مالك أخبرنا مخرمة بن سليمان الوالبي قال أخبرني كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة عرض الوسادة تغرى زبر بلان بشلا وخسقمو تغرى أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ بالعشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جانبه قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى بيده اليمنى ففتلها قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bir tarafdan bir navr qildi shunama Abbas Resulullah'dan tuqqan Maymuna bintul Harith radhiyallohu anha Resulullah'ning ayoli bu yani Ibn Abbasga bir tarafdan hamma oldu. Ana tarafdan hamma. Bu yerda namahram degan gap yo'q. Fattajatu fi ardil usada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayoli bilan shu normal yasqqa yatdi. Men yasqning mayan tarafiga beshini qo'yib yotdim. Bu ish kelamda aytgan bo'lsa, men bunda yatdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechining yarmigacha uxlab, undan keyin yuzini bir
silvatib uyquni yetish uchun yüzünü silvatdi. Undan keyin shu Al-Imron surasining eng oxirgi oyatlarida inna fi xalqis samawati val ard 10 oyat o'qidi. Ondan keyin esliq kon tulumdan su elib, ba'zi rivoyat bir qachiga su elib mukammal tardildi. Namoz o'tdi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Rasululloh o'shash tardilib sol tarafga tutdi. Ila janibihi, ya'ni janibihil aysar. Sol tarafga turgan ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ng qo'li bilan beshini tutib, ya oldidan, ya oqidan tutgan bo'lsa, ya oqidan, balki oldidan o'tkazgan bo'lsa, oldidan tortib beshini tutib o'ng tarafga to'g'izib qo'ydi. O'ng tarafga to'g'izib qo'yib, shu turish jarayonida o'ng qo'li bilan o'ng quloqini da ulab to'lg'ab qo'ydi. Bu bir tarafdan mehr shafqatni ko'rsatish uchun, ikkinchi uyqusini esish uchun, yoki qorong'uda qo'rqib qolmaslik uchun shunday qilib qo'ydi. Qala fa salla rak'atayn. Rak'atayndan sanasanglar hozir 14 ga chiqamda rak'atayn 6 qatim rak'atayn 12 rakat. Thumma awtara. Undan keyin yeni yatdi. Ma'nodimi ona vitrdan keyin yeni yatdi shunama. Ondan keyin 2 rakat, yangi 2 rakat o'qidi, bu 2 rakat bomdatdan 2 rakat sunnati. Ondan chiqib bomdatdan 2 rakat farzini o'qidi deydi. Mana vitrdan boshqa 12 rakat o'qidi demak. قال محمد صلاة الليل عندنا مثنى وقال أبو حنيفة رحمه الله صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين وإن شئت 4 وإن شئت صليت 6 وإن شئت 8 وإن شئت ما شئت بتكبيرة واحدة وأفضل ذلك 4 أما الوتر فقولنا وقول أبي حنيفة رحمه الله فيه واحد الوتر 3 لا يفصل بينهن بتسليم. هذا إمام محمد رحمة الله عليه bir masalada İmam Abu Hanifa'ga o'xshash qardi, bir masalada boshqa chiqardi. Boshqa chiqargan masala kechida o'qidigan namozdan keyin o'qilish uslubi 2 rakatdan 4 rakatdan unda o'qisa joiz emasligini, lekin 2 rakatdan o'qish eng afzal usul dedi. Imom Abu Hanifa kecha namozni 2 rakat o'qisimi bu afzal, 4 rakat o'qisimi bu afzal, 6 8 rakat yoki shundan boshqa o'qisimi afzal deb qo'ydi. Yani 2 rakatda o'qisa afzal deganga shu masna dalil bo'ldi. 4 rakatdan o'qishning afzalligiga Zita Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan salla 4 la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma salla 4 la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma salla 3 yoki awtara bi 3. Bu muttafaqun alayhi hadis. Bu 4 rakatdan o'qisa afzalligini ko'rsatadi. Va in shi'ta sallayta 6 6 rakatni bir o'qishning hadisimi bor. 9 rakat o'qsin bo'ldi degan hadislarim bor. Masalan, Sahih Muslimda kana yusalli 9 rak'atin la yajlisu fihinna illa fi al-thamina. 9 rakatni bir aqlam o'qiydi deb keldi. Yani 8 rakat o'qidiganligning dalili. Demak, Hazrat Abu Hanifa buni kamida qo'yib bergan. Hammasi afzal va afdal zalika 4. Eng afzal kechilik namoznimi eng afzalda tanlash kerak bo'lib qolsa 4 rakatdan o'qish afzal. La tas'al an husnihinna va tulihinna degan muttafaqun alayhi hadisga asosan. Vitr masalasida o'xshash qaridi. Bir salom bilan 3 rakat o'qiymiz dedi. Bu sahoba kiramlardan Hazrat Umar, Ali, Ibn Mas'ud, Ubay va Ibn Abbas va fuqaha sabaning qarashi. Ba'zi rivoyatlarda 2 rakatni bir o'qitib, 1 rakatni ayirib o'qish bor. Ba'zi rivoyatlarda masalan o'tir tashahhud o'qimaylam o'litish bo'lishi mumkin. Babul hadathi fi salati. أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن انكسوا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع وعلى جلده أثر الماء فصلى. ما روايته namozda turib ters so'ng ketishga munosabatlik deb qarab keldi rivoyatni. Müşrivat Ata ibn Yasar bu Maymuna bintul Harith radhiyallohu anhaning azat kardisi. Süleyman ibn Yasarning qarindishi. Bu tabi'i. Hazır rivoyat nima bo'ldi? Mursal bo'ldi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kabbara fi salatin min as-salat. Kabbara degani quloq qoqdi deb tushunsak, bir namozni quloq qoqdi.
Bamdod bo'lishi mumkin. Ba'zi ulamolar buni bamdodda muayyanlashgan. Abu Davudning rivoyatida bamdod deb kelgan. Thumma ashara ilayhim biyadi. Quloq qaqib jamoatga da midilmay turinglar degan tariqada qo'llar ishorat qilib ketdi. Fantalaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam thumma raja'a. Ketib qaytib keldi. Va ala jildihi atharul ma'i fasalla. Bedeninden su tamsilayotgan holatda, bedeni ho'l holatda unda kelib, unda namozini davomlashtirdi deydi. Mana qarasanglar, takbir tushgandan keyin namoz kirib bo'lgandan keyin tartibini ketgandek, ondan o'rniga bir odamni izbosar qilmay to'xtab qo'yib turib, berib tartib kelgandek. Bunda ko'rindi. Bu Buxoriy, Muslim, Abu Davudlar sanad bilan rivoyat qilgan muttasil hadis. Muvattada unda keldi. Mursal keldi. Bu nima ko'rsatdi desanglar, ba'zi rivoyatlar mursal ya aciz manda kelib qolsa, undan boshqa rivoyatlar shu hadisning o'zi boshqa yo'l orqali yoki boshqa kitoblarda muttasil musnad kelishi. Shuna bir yo'lni aciz demaklik bilan boshqa yo'l yo'q deganligini bildirmaydi. Yoki bir dalil aciz bo'lgan bilan boshqa sahih dalil yo'q deganligini bildirmaydi. Bu muttafaqun alayhi hadis, muttasil. İmam Muhammad rahmetullahi alayhi mushunda tushunib, namozni turib bo'lgandan keyin tartib tushunib ketib qolsa, berib tartib keldi, gap so'z qilmaydi deb bunda tushundi. Lekin Buxoriy, Muslim va Abu Davudning rivoyatlarida va Darqutniyning rivoyatida asli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam junub holat dedi, junublik isi yo'q. Namoz kelib, lekin takbir tushmay namoz kapilab, takbir tushiray degan chog'da isi kelib to'xtab turing deb yunib kelgan deb bunda tushungan. Darqutning rivoyatida inni kuntu junuban fanasitu deb bunda kelgan. Yani bu junub holatida tushunsak, quloq qaqib bo'lgandan keyin bir tartib kelsa, quloq qaqish hisob bo'lmas kerak biz. Junub holatda quloq qaqamagan keyin nolga tamomlaydi. Ammo ayda bir ehtimollikli bormi? قال محمد وبهذا نأخذ ما سبقه حدث في صلاته فلا بأس بأن ينصرف ولا يتكلم فيتوضأ ثم يبني على ما صلى وأفضل ذلك أن يتكلم ويتوضأ ويستقبل صلاته وهو قول أبي حنيفة. İmam Muhammad Müşahidis'ten namaz durup tarifini ketken deb tushungan. Shunda dalil qilib keldi. Tartib ketgan kishi berib gap so'z qilmasdan boshqa ishdan shug'ullanmasdan berib bilan tartibkasi bo'ldi. Summa yabni ala ma salla. Undan keyin nima bo'lsa shu yerdan davomlashtirib o'qisa bo'ldi. Va afdalu dalik undama afzallaraki gap qilib namozni buzitib, tartilib, yangidan boshlab o'qigani shu afzal. Musha to'xtaydi. Allohu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.